Gaymarit haqida ozroq tushuncha bermoqchiman. Ko'pchilik gaymarit tashxis qo'ygandan keyin davolashga xatoliklarga yo'l qo'yadi. Ya'ni bir xil bemorlarga yuvish tavsiya qilinadi, lekin ayrim bemorlarga yuvish foyda bermaydi. Bir holat bizda yaqinda bo'ldi. Bir onaxonimiz bizga murojaat qildilar. Kecha keldilar qabulimizga. 15 kun davomida burun bo'shlig'i yuvilgan. Tasavvur qiling, 15 kun yuvilgan, lekin yordam bermagan, og'riq kuchaygan, darji quloqqacha og'riq borgan. Quloq og'rig'i, tish og'rig'i, jag'i og'rig'i, bosh og'rig'i, boshni past qilganda peshona sohasida og'riq bo'lgan. Tekshirib ko'rdik, davo qilingan, lekin foydasi bo'lmagan. Funksiya qiling, mana bugun o'zi holatlari zo'r. Ha, onaxon? Holatlaringiz yaxshimi bugun? Yaxshi. Og'riqlaringiz yo'q, ha? Kechagi og'riqlarning 80% ketdi. Ketdi, bugun zo'r og'riqlar. Funksiya qilib, funksiyada og'riq sezmadingizmi? Yo'q. Hammasi zo'r. Yo'q, hammasi joyida. Mana ko'rishingiz mumkin, funksiyani o'zida o'zi natija zo'r bo'ladi. O'shaning uchun sizlarga tavsiya qilaman, funksiya qachon qilinadi? Agar sizda gaymarit tashxis qo'yildi, 2-3 kun davomida yuvildi, foyda bermadimi? Albatta, funksiya qildiringlar. Funksiyadan qo'rqmanglar, chunki u ikkilamchi asorat olib kelib, surunkali formaga o'tgandan keyin operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Sog' bo'linglar.